Kuni kecha Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Fox News telekanaliga intervyu bergan. Aytib o'tish kerakki, nimaga aynan Netanyahu o'z intervyusini Fox Newsga berganligini sababi, chunki Fox News va uni boshlovchilaridan Netanyahu yoki Isroilga qarshi bo'lgan fikrlarga asoslangan savollar chiqishi mumkin emas. Unga asosan va ko'p holatlarda juda qulay savollar berishadi. Xuddi shu Fox News telekanalida bo'lib o'tgan intervyuda boshlovchi unga quyidagicha savol beradi. Ko'plab tanqidchilarning fikriga ko'ra, siz janob Netanyahu Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampni Eron bilan boshlangan urushga jalb qilganingiz, tortganingiz aytilmoqda. Endi aytish kerakki, Donald Trampni taniydigan, 30 yildan beri biladigan insonlar sifatida Donald Trampni hech qaysi narsaga, hech qaysi ishga majburlab bo'lmasligini hisobga olganda bu qanchalik haqiqatga yaqin deb savol beradi. Netanyahu avvaliga jilmayib qo'yadi. Bu jilmayishning sababi balki Fox News boshlovchisi allaqachon bu oddiy haqiqatni bilmaganligidan, balki Fox News tomonidan Netanyahuga anchayin qog'ozga o'ralgan va oson bo'lgan savolni ham berilishini kutmaganidandir. Undan keyin bo'lsa Netanyahu boshlovchiga qarab, "Sen haqsan, bu juda kulgili iddao. Donald Tramp dunyodagi eng kuchli liderlardan biri. Uni qanday qilib biror narsaga majburlash mumkin?" deydi. Hamda Netanyahu ayni shu intervyu mobaynida Donald Tramp bilan ikkinchi muddatga saylanishdan oldin Floridadagi Donald Trampning qarorgohi Mar-a-Lagoda ko'rishganligi hamda ayni shu uchrashuv vaqtida Donald Trampning o'zi shaxsiy tashabbusga asoslangan holatda biz Eronni hech qanday atom bombasiga ega chiqishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak, buni oldini olishimiz kerak deb ta'kidlagan so'zlari bilan isbotlashga harakat qiladi. Juda ko'p harbiy va siyosiy tahlilchilar ayni shu urushni aslida Isroil boshlaganligi va unga Amerika Qo'shma Shtatlari ergashishga majbur bo'lganligi haqida gapirib kelayotgandik. Qarangki, ayni Netanyahu Fox Newsga bergan intervyusining kunining o'zidayoq Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi, ya'ni tashqi ishlar vaziriga teng bo'lgan Marko Rubio jurnalistlar bilan o'tgan savol-javoblar vaqtida shunday deydi. Ayni shu urush boshlangan vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlariga yaqinlashib kelayotgan xavf bor edi. Biz bilgandik Eron hujumga uchrashini va ishongandikki, aniq bu hujum sodir bo'lishiga. Ayni shu hujum sodir bo'lganida Eron to'g'ridan-to'g'ri bizga, ya'ni Yaqin Sharqdagi Amerika Qo'shma Shtatlari bazalariga hujum uyushtirishini bilgandik. Ayni shu ma'lumotlarni bilgan holatda biz jim o'tirib qarab tura olmasdik. Agar biz Eronga qarshi Isroil yoki qaysidir davlat hujum uyushtirishini kutganimizda, bizda bundan-da ko'proq o'limlar kuzatilgan bo'lardi. Avvalambor bu shuni anglatadiki, Isroil hukumati va xususan Netanyahu bu urushda birinchi qurolni ishlatgan va aynan Amerika Qo'shma Shtatlarini bu urushga kirishga majburlagan. Ikkinchi tomon esa Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti va hukumati Isroil davlatiga va hukumatiga qanchalik ko'p miqdorda harbiy va moliyaviy yordam berishdan qat'iy nazar ularga gapi o'tmaydi.